G'iybat bu gunohi kabira. Alloh subhanahu va taolo g'iybatni shu qadar keltirdiki, g'iybat qilmoq bir o'lgan musulmon birodaringizni o'limtik holatdagi go'shtini yeyishga tenglashtirdi Alloh taolo. G'iybatdan hammamiz ham o'zimizni tiyishimiz kerak, lekin bugungi kunda g'iybat suhbatlarning eng yaxshisiga aylanib qolgan. Odamlar g'iybat qilmasa turolmaydigan darajaga yetib keldi bugun. Lekin bu juda ham og'ir, juda ham katta gunohlar sarasiga kiradi. Hatto bir kishi g'iybat qilingan davrada o'tirsa, kimni g'iybatı bo'ladigan bo'lsa, shu odamni himoya qilish vojib bo'ladi. O'tiribsiz, misol uchun bir musulmonni g'iybat qilinyapti, to'xtanglar, g'iybat qilmanglar deyishingiz kerak. Agar bunga qodir bo'la olmasangiz, bu davrani tark etishingiz kerak bo'ladi. Mana shu o'rinda bitta qissa, bitta voqea keltiriladi. Maymun rahimahulloh aytadilarki, bir kuni tush ko'rdim. Tushimda qora tanli bir insonni o'lik holatda qo'yib, menga bir kishi aytadiki, buni yegin deb aytayapti. Men aytdimki, ey Allohning bandasi, bu o'lgan odamni qanaqa qilib yeyman desam, kecha buni g'iybat qilding-ku deyildi. Men aytdimki, Allohga qasamki, buni g'iybat qilmadim. Buni yaxshiligini ham gapirmadim, yomonligini ham gapirmadim dedim. Menga aytildiki, odamlar g'iybat qilib turganda sen rozi eding-ku. Shu davrada sen o'tirib shunga rozi bo'lding-ku. Mana shu g'iybat qilishingdan kammi deyildi. Maymun rahimahulloh aytadilarki, shundan keyin birorta odamni g'iybat qilmadim va huzurimda biror insonni g'iybat qilishiga yo'l qo'ymadim deganlar. Demak, g'iybat davrasida o'tirgan inson g'iybat qilguvchi bilan teng barobar. Ana shuni esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak.